Assalamu alaykum sevimli izləyicilər, mənim uşaqlarına xeyirlik olsun. Bugün sizlərlə birlikdə biz nima ish qila olamiz, nimalarni qilishimiz kerak degan tema haqida o'rtoqlashamiz. Buni o'rtoqlashdan burun shu to'xtab turinglar, men WhatsApp gruppidagi bir uchiryapti, shuni sizlar bilan bir o'rtoqlashay, balkim nurg'unlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Tushunadimi? Mana shu filmni ekran ko'rinayotgandi balkim. Eng ahırda öğretgeni taxminan 10-15 qavatlik cho'ng bino cho'ngligidagi bir narsa. Qaraydigan bo'lsak, dastlabki uchinchilik cho'nglikdagi. Nihoyatda kichik bo'lgan uchinchilik cho'nglikdagi bir dal tash bilan qolgan ashuncha ular cho'ng narsani o'rtaldi. Biz buni domino etkisi deydi. Bundan başqa, yani domino ta'siri ve Benim durumum şöyle oldu. Talk show'da. Ben sadece ona atayım. Talk show işini de kapatayım. Eskişehir'de günah... Tamam. Bundan keyin bugungi rasmiy temamizga kirib kelsak. Nurg'un vaqtlarda biz bir ishlarni qilganlarni ko'rgan vaqtimizda shuna o'ylaymiz-ku. Ishlar qila oladigan bo'pti, boshqalar qila oladigan. Ular shuna dangli qo'g'ach qila olibdi, ular ishda tirishchan bo'g'ach qila olibdi deb xuddi o'zimiz o qila olganlardan o'zi bek chiqishroqdek his qilamiz. Qilayotgan ishimiz mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin. Bu hammadan bek muhim bo'lg'ini bizningki chin ixlosimiz bilan, xolislik bilan, chin yuragimizdan shu ishni xohlab qilish qilmasligimiz bilan ko'p munosabatli deb o'ylayman. Avval mavi ekrandagi qiz bilan tanishib chiqaylik. Ekrandagi qizning ismi Catherine Commel. Amerikalik qizola 6 yosh vaqtida. Ya'ni bu qizningki shu 6 yosh vaqti deganimiz 2007-yilga to'g'ri keldi. Bu qiz 2006-yili. 2006-yilda 6 yoshli qizola ekan. Shuna bir ish bo'ladi. Bu qizola televizor ko'ryapsa, televizorda darajali Afrikada nurg'unlagan bolalarningki, ya'ni o'tir hisob bilan her 30 sekundda birden kichik bolaning bezgak kesilidan o'lib ketadiganini anglaydi-da. Shuning bilan qo'lda parmoqqa sanab o'tirib 1 2 3 4 5 6 mushtaq sanab 30 ga kelgan vaqtida qutquzinglar deb shig'lab ketadi va deydiki, "Apa" deb men hozir shu 30 ga sanab bo'lguncha bir bola o'lib ketdi. Nimishqa shundoq bo'ladi? Biz ular uchun ish qilamamdik. Bizlar nima qilishimiz kerak, apa deb so'raydi ekanda. Shuning bilan apsi to'rdan aqtirib deydi ki, "Bolam, bu kasallik bek qo'rqinchli pashilar orqali shuqidi, bolalar bek osonlik shuqumlanib qoldi." Deganiki, "Nimishqa shuqumlanib qoldi?" deydi ekan. Desa, "Bu pash chaqqandan keyin pashiliklar yo'q." deb shuna deydi ekanda. Unda o'z nimishqa qana qilishimiz kerak degan vaqtida bir shu pashini qo'g'laydigan chidir. Ya'ni buni shu pashlarni qo'g'laydigan dori suyiga chilayotgan chidir ekan-ku. Ashxil chidir bo'lsa, bolalar bu kasalga yo'l nim qilmaydi deydi ekanda. Shuning bilan unda o'z nimishqa ular chidirda o'tlamaydi degan vaqtida bu chidir ularga nisbatan bak qimmat balam setib ololmaydi deydi ekan. Shuning bilan unda o'z biz bir ish qilaylik deb bular buni surishti qilgan, qanday qilsa qolar u bu deb bu qizil yeydigan shokoladlarni yemaydi ekan, elqadek Barbie qo'ychoqlarini o'ynamaydi ekan. Shunday qilib bir chidir nech pul. Bular $10 bir tal chidir setib oladi ekan. $10. Shuning bilan bir chidirda shu setib olgan $10 bir chidirni 4 bola ishlatalaydi degan gap. Shuning bilan bu qizlar shu Afrikaga yordam beradigan saxovatchilar jamiyatiga telefon qilib, buni qanday avatib bersam bo'ladi deydi ekan. Shu vaqtda dal
Bu şu Afrikaga yardım berdigan saxavetçiler şirketi dəliliqim Nothing But Nets deydigan bir teşkilat kurup, yani bizge faqat şu hiç de lazım emas, çidir bolsa boldy deydigan bir faoliyat kılıvatkan bir nimken tuqçu. Şunun bilan ular o özününki bir tal çidirni bu qızal öz qolu bilan ularga apırıp berdiken. Apsi 10 tal çidir soğuk qilgan-da. Şunun bilan bu qızal uyga berip özünün eski kitaplary, oyunçuqlary, kiyim-kechekleri hammasini bütün sitirtip şu çidir aldıken. Yeni bu çidirini apırıp berdiken. Şunun bilan deydiken de apa qanchalik çidir olsa boludu, işte 10 dollarga bir çidir tutuğa iş olsa. Qanday qilib biz texmi ko'p xalqlarni çidirga yordam qilib alamız deb manda bir ish qilgan. Bununla bir medalyon qilgan da bu qizolar. Bir medalyon qilib, andiken öz qo'li bilan bir xat yozdi ekan bununla. Xat yozib bir medalyon bilan yaqidek nima so'q qilgan. Siz agar 10 dollar bersangiz, men sizga bir tal çidir so'q qildi deb, işte medalyondek bir narsa avatiman, taqdirnoma bilan deydikan. Şunun bilan nurg'unlagan kishilar mushu faoliyatga qatnashar ekan. Qisqa vaqt ichida 800 dollar. 800 dollar pulni bir qisqa vaqt ichida yig'ib oldi ekan. Shuning bilan bu qizlar chirkovga bordi ekan. O'shalarda so'zlaydi ekan o'zining planini, 6 yoshli qizlar. 6316 dollar yig'adi ekan. Yig'ib bo'lgandan keyin shuning bilan to'rda nurg'un kishilarningki diqqatini qo'zg'aydi ekan, Bikhamga xat yozadi ekan. Siz şunun yardım qilsangiz deb Bikham qildi ekan. Uning orqasidan bu yana Bill Gatesga xat yozadi. Manda deb yozadi ekan. Hurmatli Bill Gates efendi. Yaxshimisiz? Çadır bo'lmasa, çidir bo'lmasa, Afrikadagi bolalar bezgak kesili sababidan o'lib ketadi. Ularning pulga ehtiyoji bor. Anlasam pulning hammasi sizda ekan. Shunga yordam qilsangiz. Shuning bilan Bill Gates 3 milyon Amerika dollari chiqarib, mushu jamiyatga, faqat bizga çidirga ehtiyojimiz bor degan jamiyatga yordam qilgan. Bu qizlar yordam qilganlik taqdirnomani o'z qo'li bilan Bill Gatesga sovg'at qilgan. Shuning bilan butunlay bu nurg'un televizorlarda chiqadi ekan, millionlagan bolalarning hayotini qutqizib qoladi ekan. Mushu qizlar kichkina bir qizlar. Bu qizlar cho'lponmikin? Yo'q. Bu qizlar to'g'rida bir ish qilib, danliq nayt jiqqiliqi, agash kuchisi bor bir qizlarmikin? Yo'q, unday emas. Oddiy bir qizlar. Faqat o televizorda ko'rayotgan bir belgesel, ya'ni bir hujjatli filmdagi shu voqelikni ko'rgandan keyinki o'zining insoniy tuyg'ulari, o bolalarni o'ylashlari va shu sababdan kelib chiqqan tirishchanliklari bilan qanday qildi? Butun dunyoni ta'sirlantiradi. Biz bir ishni chin ko'nglimizdan, xolislik bilan, muhabbat bilan, hech nimani o'ylamay bo'larmi, bo'lmasmi, yapsam pisham, kimsam pisham emas. Mush ish bo'lsin degan vaqtimizda bu mana shunday go'zalliklar bilan o'tirg'i chiqadi. Endi ikkinchi kishi Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi'ni nurg'unlarimiz bilamiz. Bu kishi Hindistonlik, asli ismi Mohandas Karamchand Gandhi. 1869 yılı 10. ayının 2. günü Porbandar, yani Angliyaga qarashli Hindiston, o chaqda Hindiston Angliyaga qaraydi. Shu chaqda da tug'ilgan. 1948 yılı 10. ayın 11. ayının 30. günü suiqasd bilan o'ldirildi ekan. Bu kishi Mahatma Gandhi, bu kishi Hindistonlik adam. Hindistonning mustaqillik harakatidagi intayin töhpisi bek cho'ng adam. 10. ayının 2. Mush adam tug'ilgan kunni 10. ayının 2. kunda Hindistonliklar ta'til qildi ekan. Ya'ni shu bir kunni, tug'ilgan kunni tabriklab butun kishilarni qo'yib berdi ekan. Bu yerdagi Mahatma degan gap shu Hindistonchadagi ota, muqaddas ota degan gapni bildirdi. Masalan, davlat otasi degan nomga erishganchu. Bu kishi siyosiy dahi, danliq siyosiy dahi bo'lib qolgan, yana mashhur mutafakkur. Uning siyosiy, iqtisodiy, diniy ideyasi butkul Hindiston yerimi oralida g'oyat zo'r ham cho'nqur ta'sir paydo qilgan. Uning ko'z qarashlari Gandizm deb atildi. Haqiqat va yomonlikqa qarshi aktiv, ammo shiddat qo'llanilmagan turkish bilan aloqador bo'lgan Satyagrahama
felsefesinin başçısıdır. Bu felsefe Hindistan'ın müstakillikka eriştirgen ve yeryüzünde vatandaşlık, yani puhralık hakları ve erkinlik qoğduşlarına ilham mənbəsi bolğan. Bu kişi 1947 yılı 8. ayda Hindistan'ın tuncu növetlik asası kanunu tüzüş yığınında Hindistan Milli Azadlık Hareketi'nin dayası Mohandas Karamchand kendi 30 yıldaki, ötken 30 yıldaki, yani 1900 yıllarının 5'deki yolbaşçı ve peylasop Hindistan'ın erkinlik mayaki deb tariflengen. Bu kişi İngilizce'de okugan, kanun kesbide okugan, Afrika'da advokatlık qilgan ve Afrika'da yaşayotgan Hindistan muhacirlerininki haq huquqlarini intayin depsende qılınğanlığını, qoğdalmaydiganlığını görüp şu yerde Hindistanlıklarning haq huquqini qoğdaş yolida qilgan xizmetleri bilen şöhret kazangan. 1915 yılı kelgen vaqtida Angliyaning mustamlikasiga aylanib qolgan vataniga qaytib kelib, milliy azadlık işleri yolida kurash qilgan ham bu kurashni hayotining oxirigacha davomlashtirgan. Kendi bir advokat Angliyada o'qigan ve vatani munqariz bo'lgandan keyin qaytib kelgan, o'zininki xalqi, o'zining millati uchun to'xtamay qo'ldan kelishcha kurash qilgan. Qonuniy yo'llar bilan. Kendini ko'rgan vaqtimda, balki shuni ko'rgan vaqtinglarda ko'z oldingizga bizning Uyg'urdagi bir kishi keldimi? Xuddi Mahatma Gandiga o'xshash, haq huquqlarini qo'g'dash, qonun yo'li orqali erishish va nurg'un bu jarayondagi Uyg'urlarninki mushu jarayondagi kurashlarining boshlamchisi bo'lgan bir kishi esingizga keldimi? Ondan keyin Martin Luther King. Martin Luther King hammanglar tanishinglar mumkin. Mushu niger desek bo'lmaydi, qartalliklarning. Martin Luther King, belki hammamiz tanishimiz mumkin. 1929 yılı tug'ilgan, 1968 yılı suiqasdla o'ldirilgan. Martin Luther King Amerika niger xalq huquq hareketining daisi. O pop bo'lgan avval 1954 yıldan başlap Amerika rangli irqlar jamiyatining faoliyatlariga qatnashgan. 1955 yılı Alabama shtati Montgomery shahrida shahar avtobuslarining irqiy bo'linmachilik tuzilmasiga qarshi ko'rsatish harakatini qo'zg'ab, avtomobil şirketini bu tüzümden amaldan qoldirishga majburlagan, hem niger şoförlarning mashina haydashiga ma'qul keltirgan. 1955 yildagi bir harakat. Endi 2008 yilni xayol qilinglar. 2008 yılı Obama Amerika'nınki devlet so'ngdan olab saylandı. Şu çağdadaki vaziyet topshirilish nutqida, taxtga o'tirish nutqimi ya yes we can degan jumlasi bilan hammamizga ta'sir qilgan. O chaqda da inglizcha taxminan 150-160% deganlarini tushunaman, anglayapman, lekin shunchalik sig'lab ketgan. Nima uchun? Uning degan gaplaridan ta'sirlanib emas, balki bir nigerning bir qartallikning Amerikaning so'ngdan bo'lishidan iborat bir narsa. Hammamiz kichik vaqtimizda Yıldız degan kinoni ko'rgan bo'lishimiz mumkin. İmkoniyat bo'lsa, ash kinoni topa olsanglar, qaytadan ko'rsanglar bo'ladi. Kontakintining kinosi. O kadar shundoq bir oranglar ichida xotirjam yashaydi ular. Kontakintining 14 yoshida xatmi qilg'ala opirib, o'g'illarni boshqa bir yerga opirib, xatmisni qilishning oldida deydigan birinchi qismida ash kinoni topsanglar bir gapi bor. Bugünden başlap sizler erkek oldunlar. Bugünden başlap sizler bu kabiledeki ayollarning, erlerning, balalarning üstüden sorulduğun sizlerning üstünlerde mesuliyeti var. Hem de bunun için erkek oldunlar. Dep bilaqe nimdeydi? Bir nimi mandingo jangchilar edemden. Şu gapimdeydi o. Aşı kısımlar bir kısmını tepsiyle qaytadan körüp çıksanglar buludu. Şu devirden bugünkü günü keyci olan aralıkta qanchalagan kişiler aqli bilan, zihni bilan, vaqti bilan, jini bilan, qini bilan bu yo'lda kurash qilmadi, bu yo'lda natija qozonish uchun to'xtamay tirishmadi. Martin Luther King 1955 yılı mushu qartalik şoförlarning mashina haydashiga yo'l qo'ysin deydigan mushta bir harakat boshlangan vaqtda texi 50 yil burungi vaqt, 60 yil burungi vaqtlar. Demek hozir 1968 yılı 4. ayning 4. günde
Mening arzuyum deydigan bir nutqi bor. Şu Washingtondagi Lincoln xotira sarayida ommaviy yig'inda so'zlagan millionlagan odam qatnashgan bir nutq. Hammanglar I have a dream inglizcesi naq maydondan anglag'ili bo'ldi. Aynı şu YouTube'da bor tepib anglag'ili bo'ladi. Bu etip öldürülgen 68. yıl 4. ayının 4. günde 63. yılı 8. ayının 28. günü Washington'daki Lincoln xotira sarayida ommaviy yig'inda so'zlagan mashhur nutqi bor. Mening arzuyum deydigan. Ben bugün şunu hazır baştan ahir yana bir qaytam sizlarga o'qib beraman. Mening arzuyum. Buningdan 100 yil ilgari bir ulug' Amerikalik negerlarni ozod qilish xitobnomasiga imzo qo'ygan edi. Bugun biz uning haykalining oldida yig'in ichyapmiz. O tantanali xitobnoma go'yo mayak nuri kabi hayotni nobud qiladigan adolatsizlik yolqini ichida kuyayotgan, azob uqubat chekkan millionlagan neger qullarga yo'riq va umid elib kelgan edi. Onun elip gelgini xuşallık çümgen tanrı bulup, negerlarni asaret koygan uzun tünni ahırlaştırgan edi. Biroq 100 yıldan keyinki bugünkü günde negerlarning texiçi erkinlikka erişemegenligidan ibaret bu facialik faktga nazar selishimiz kerak. 100 yıldan keyinki bugünkü günde irqiy bölünmechilikning asarati va irqiy kamsitishning bo'yinturuq ostida negerlarning hayoti xo'rliqqa uchrayotdi. 100 yıldan keyinki bugünkü günde negerlar maddi nimetler to'liq bo'lgan okeanning bir kambag'al arlida hayot kechiryotidu. 100 yıldan keyinki bugünkü günde negerlar yanala Amerika jamiyatining bulung pushqoqlarida xaloq holatda turyotidu. Ular o'zlarining o'z yurtining sargardonlari ekanligini his qilmoqda. Bugun biz bu yerda yig'in ichib, kishini hayron qoldiradigan bundoq ahvollarni ko'pchilik e'lon qilmoqchimiz. Ma'lum ma'noda aytganda, bugün biz burunqi bergan va'dalarni ishga oshirishni talab qilib, davlatning poytaxtiga jam bo'ldik. Cumhuriyatimizning qurg'uvchisi asosiy qonun va mustaqillik xitobnomasiga tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qiladigan shijoatli so'zlarni yozganda har bir amerikalikqa va'da bergan edi. U butkul insonga hayotlik, erkinlik, baxt izlashdan iborat mahrum qilishga bo'lmaydigan huquq berman deb va'da bergan edi. Amerika rangli fuqarolar oldida o'z va'dasida turmadi. Amerika o muqaddas mecburiyetini ado qilmay, negerlarga bir tal quruq chek berdi. Banka mablag' yetishmaydi degan tamg'isini besib, o chekni qaytarib etdi. Ammo biz Adolat bankasining vayron bo'lganligiga ishonmaymiz. Biz mundaq cho'ng davlatning xazinasida yetarli zapasning yo'qligiga ishonmaymiz. Shunga biz bugun shu chekni amaliyalashtirishni talab qilib keldik. Bu chek bizga qimmatli erkinlik va adolat kapolati berdi. Biz bu yerga Amerikani hozirgi ahvol jiddiy, hozir temkinlik bilan o'ltirib og'riq pasaytish to'g'ri ichadigan payt emas. Hozir demokratiyaning yo'li qo'ymiz degan va'dalarni ro'yobga chiqaradigan payt. Hozir irqiy ayrimchilikdan iborat cho'ldarib ketgan cho'nqur jilg'idan millatlar barobar bo'lishdek parlaq yo'lga yamishib chiqish payti. Hozir Tangri yaratgan barliq farzandlarga fursatning ishkini ichish payti. Hozir davlatimizni irqiy tengsizlik qaynamidan qutuldirib, qarindoshlarcha mustahkam ittifoqlashtirish payti deb ogohlantirish uchun keldik. Agar Amerika bu jiddiy masala ko'ngil bo'lmay, negerlarning irodasini kamsindirsa, u holda Amerika qaqshatqich zarbiga uchraydi. Erkinlik, tinchlikning salqin kuz fasli yetib kelmaydi ekan, negerlarning g'azabli tomuz kunlari o'tib ketmaydi. 1963 yılı körəşinin axırlaşqanlığıdan emas, belki əmdi başlanğanlığıdan derak berdi. Bəzilər negerlar biraz açıqın çıxarılıb bolduq esi bolatdı deb ümid qılıdı. Dövlət əgər jim turib alsa, qilchi inkas qaytarmasa, ularning umidi yo'q chiqadi. Negerlar grajdonlik huquqiga erishmasa, Amerikada tinchlik, aminlik bo'lmaydi. Adolat va parlaq kun yetib kelmaguncha bo'ron chapqun bu davlatning asosini ta'virtirdi. Ammo adolat ordisining oldida tutib bo'lib turayotgan kishilarga shuni deb qo'yish zarurki, biz qonunli huquqimizni qo'lga keltirishda xato usullarni qo'llanmasligimiz lozim. Biz erkinlik tashnoligimizni qondirish yo'lida dushmanlik va nafrat sharobini ichmasligimiz lozim. Biz kurash qilganda harakatimiz durust, intizomimiz ching bo'lishi kerak. Biz yangi shakldagi qarshilik bildirish harakatining zo'ravonlikqa aylanib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz ma'naviy kuch orqali moddiy kuchga taqobil turishdan iborat yuksak manzilga erishishimiz kerak. Hozir negerlar jamiyatida g'oyat zo'r kurash ro'y urg'atydi. Lekin mushu ish tufaylidan barliq aqtalliklarga ishonmasak bo'lmaydi. Chunki nurg'unlagan aqtallik qarindoshlarimiz o'z taqdirining bizning taqdirimiz bilan zich bog'lanish ekanligini to'g'nib ketdi. Yig'in qatnashganligi mana buning dalilidir.
Ularning erkinligi bizning erkinligimiz bilan zich münasebetlik. Biz ayrım erkek qiysak bo'lmaydi. Erkek qiygan vaqtimizda algı ilgirlashga bo'ladi-ki, hargiz chekinishga bo'lmaydi. Hozir ba'zilar xalq huquq faoliyatiga qiziqadiganlardan sizlar qachon rozi bo'lasizlar deb so'rayotidi. Nigirlar soqchilarning qattiq ziyonkashligiga uchraverdi ekan. Biz hargiz rozi bo'lmaymiz. Biz sirtda eqib yurib, yo'l bo'yidagi mehmon kutishlarda va shahardagi saroylarda yotolmaguncha hargiz rozi bo'lmaymiz. Nigirlarning asos faoliyat doirasi oz sonliq millat to'plashgan kichik Namrat rayonidan cho'ng Namrat rayoniga ko'chmaguncha hargiz rozi bo'lmaymiz. Mississippi'da bir nigir saylamga qatnashamasa, New York'ta birer nigirning tashlagan bilet e'tiborga ilinmasa, biz hargiz rozi bo'lmaymiz. Yo'q, hozir biz zodi rozi emas. Kelgusidimi agar adolat to'lqini dengiz to'lqinlaridek mavjurib kelmoqchi rozi bo'lmaymiz. Men ko'p diqqat qildim. Bugungi yig'in qatnashganlar orasida azob tatib qo'rlanganlar bor. Turmaning tar uylaridan amdili chiqqanlarmi bor? Hatta erkinlik uchun kurash qilganlik vajidan zaharxandlik bilan urilib meyib bo'lganlar, soqchilarning zo'ravonlik bilan jabr jafo tortganlarmi bor? Sizlar uzoq muddatli tegishli bo'lmagan jafoga mubtalo bo'ldinglar. Qat'iy ching turinglar. Qat'iy ishoninglarki, tegishli bo'lmagan jafoni tortish gunohdan soqit bo'lganlikdir. Biz Mississippiga qaytib berishimiz, Alabamaga berishimiz, Janubiy Karolinaga berishimiz, Jorjiyaga berishimiz, Louis Annaga berishimiz, shimoldagi shaharlarga joylashgan Namratlar rayoni va osonliq millatlar rayoniga berishimiz ko'nglimizda son bo'lishi lozim. Bundaq ahvol jazman o'zgartildi. Biz umidsizlanib o'zimizni tashlab etmayli. Do'stlar, bugun men sizlarga shundoq aytmoqchimanki, shu topda biz garchi xo'rlanayotgan, azoblanayotgan bo'lsaqmi, mening bir orzuyim bor. Bu orzuyim Amerikaning orzulari orasida cho'nqur yildiz tortgan. U orzu kunlarning birida bu davlatning o'rnidan dasturib, bu haqiqat sizningcha o'zligidan ma'lum. Hamma odam barobar degan aqidamizni haqiqiy turda amalga oshirishni umid qilaman. Bir kuni Jorjiyadagi Qiziltog'da ilgirki qulning o'g'li quldarning o'g'li bilan birga o'tirib, Akufkadek do'stona so'zlashishni orzu qilaman. Kunlarning birida Mississippi shtatidan iborat bu adolatsiz, zulm haddidan oshgan cho'l kabi joymi erkinlik va adolatning bo'stonligiga aylanishini umid qilaman. Kunlarning birida mening 4 o'g'lim terisining qandoq bo'lishi, mening 4 o'g'lim terisining qaysi rangda bo'lishiga emas, balki axloqiy fazilatining yaxshi yomonligiga qarab baho beriladigan davlat xotirjam yashashini orzu qilaman. Bugun mening bir orzuyim bor. Kunlarning birida men Alabama shtatining o'zgarishini garchi bu shtat boshlig'i hozir mensiz gap qilib yurgan, qo'shma shtatlar qonuni qarshi chiqqan bo'lsa-mu, kunlarning birida u yerdagi nigirlarning farzandlari oqtanliklarning farzandlari bilan bir tuqqan qarindoshdek yaqin o'tib qo'l tutishib menishini orzu qilaman. Bugun mening bir orzuyim bor. Kunlarning birida jilg'ilar egiz ko'tarilib, tog'larning pasayishini, agar to'qan yo'llarning dog'dam yo'llarga aylanishini, insonlar dunyosiga parlaq nur chechilishini orzu qilaman. Bu bizning umidimiz. Biz mushu e'tiqod bilan janubga qaytib keldik. Mushundaq e'tiqodimiz bo'lsa, biz umidsizlik to'lgan tikyardan umid obidasini topa olamiz. Mushundaq e'tiqodimiz bo'lsa, bu davlatga g'osh-g'ush tovushlarni kishini mabtun qiladigan go'zal simfoniyaga aylantira olamiz. Mushundaq e'tiqodimiz bo'lsa, biz birga xizmat qilib, birga ibodat qilib, birga kurash qilib, birga turmada yotamiz. Erkinlikni birga qo'g'day olamiz. Chunki biz kunlarning birida erkinlikka erishimiz. Kunlarning birida erkinlik yetib kelganda, Tangrining bandalari yangi mazmundagi mo'min naqshini aytadi. Hurlikka to'lgan go'zal vatanim, men naqshamda kuylayman seni, otam senda ko'zini yumgan, sen musofirning faxriy hayoti. Shunga turar erkinlik har yon, larzon ovozda yangirtib ko'kni. Agar Amerika ulug' davlatga aylansa, bu orzuyim cho'qim amalga oshadi. Erkinlik sadosi Yangi Hampshire shtatining hayvatlik tog'larida yangraydi. Erkinlik sadosi New York shtatidagi tog' davollarda yangraydi. Erkinlik sadosi Pensilvaniya shtatidagi Allegheny tog'larida yangraydi. Erkinlik sadosi Colorado shtatidagi ustini qormuz qoplab turadigan Rocky tog'larida yangraydi. Kaliforniya shtatidagi tog'larda yangraydi. Shuningdek, erkinlik sadosi Jorjiya shtatidagi tog' cho'qqisida yangraydi. Erkinlik sadosi Tennessee shtatidagi Bowen tig'ida yangraydi. Erkinlik sadosi Mississippining har bir cho'nqurlarida yangraydi. Erkinlik sadosi barliq tog' qaptallarida yangraydi. Erkinlik sadosi barliq cho'ng kichik kentlarda, shtatlarda va barliq shaharlarda yangraganda biz shundoq kunlarning yetib kelishini tizlatimiz. U chaqda Tangrining
Barlıq bendileri, Nigirlar ve Aktellikler, Yahudi dininin murtları ve gayri Yahudi dinidikiler, İsa'nın murtları ve Katolik dininin murtları özara kol tutuşup, en kadımkı Nigirlar naqsını xor qılıp okuydu. Erkinlikке eriştik. Biz eriştik. Tanrımızga yaşqallah. Erkinlikке eriştik. Bu Martin Luther King'nin "Mening arzuyum" degan nutqi aynan tarjimasi bo'yicha o'qib berdim. Martin Luther King bir kishi. Bu bir kishi o'zining imkoniyati doirasida o'zi qila oladigan, ya'ni bu yerdagi imkoniyat cheksiz imkoniyatlar bor amaliyot har birimizning qo'lida. Xuddi boyaqa biz ko'rgan domino teshining qandoq ta'sir ko'rsatganiga o'xshash Martin Luther King bugungi kundagi negrlarning, ya'ni qartaliklarningki Amerika va dunyodagi haq huquqlarini qo'g'dashda intayin muhim to'p qo'shgan kishi, shundaqla Nobel tinchlik mukofotiga erishguchi. Undan keyin endi buncha ular gapni deyish orqali biz nima qilmoqchi, nima demoqchi degan vaqtida eng avval mushu yerdagi har birimiz o'zimizning qaltis ishlarni qila oladiganligiga ishonishimiz kerak. Cho'qim. Undan so'ng bu qaltis ishlar nimadan boshlandi? Men avval mishada bugun tayyorlik qilish uchun necha vaqtim kallamda o'ylayapman, qanday qilib bir yerga yig'inchoqlayman, qanday qilib o'zimni nihoyat yaxshi va to'g'ri shaklda ifodalay olaman deb o'ylandim va yaponlarning mencha mushaqda to'la dedim. Yaponlarningki 2. Dunyo urushidan keyingi qad ko'tarishi zodi qanday bo'lgan? Bu vaqt bugun bir necha hujjatli film ko'rdim. Yaponlarning taraqqiyotini mana 3 bosqichga bo'lgancha, birisi Meiji yilidagi yangilik ko'chish, biz buni tarix degangan-ku. Bu vaqtda ayni vaqtidagi ilaqi feodallik noiti, ilaqi qaloq holatdagi bir davlatdan Meiji yilidagi yangilik ko'chish orqali intayin tez suratda bir nima qilgan. Va Meiji yilidagi yangilik ko'chishning ta'sirida amaliyotda diqqat qilsak, Qing sulolasining oxirgi mezgillaridagi va Gomindan qurilgan mezgildagi kim nurg'unlari Yaponiyada o'qigan va osh Meiji yilidagi yangilik ko'chishdan ilhom olib, Xitoylar shu oldingi asrning boshlaridagi yangilik ko'chish harakatlari, uzun sochni kesiladigan, shunami? Bu Meiji yilidagi yangilik ko'chish harakatiningki Xitoydagi va shu Qing sulolasining oxirgi mezgillaridagi shu ta'sirdan iboratdi. Ikkinchisi shu desa, ikkinchi vaqt şu 1900-yillardan boshlab 2. Dunyodagi mag'lub bo'lgan, ya'ni 1945-yilgacha 1-2 Dunyo urushi mezgillari hisoblandi ekan. Bu vaqtda intayin tez suratda taraqqiy qildi. Intayin tez suratda taraqqiy qildi Yaponiyaning. Undan keyingi vaqt 1945-yili Yaponiya Hiroshima va Nagasakimi ikki oroli. Shu ikki orolga agar xato deb qolgan bo'lsam kechiringlar. Atom bombası taşlangandan keyin 250 mingdan ortiq kishi mushu sabablik o'ladi va taslim bo'ladi. Endi hatto nurg'unlagan mushu yapon askarlar men birisini ko'rdim. Nokodamikin nimada. Bu yoq o'zi biz yoq yapon taslim bo'lmadi deb bir shu vazifa o'tayotgan bir orolning ichida 19 yil turilib chiqmaydi ekan-ku va qaytib kelgan vaqtida 1970larda qaytib bordi ekan Yaponiyaga. Butun davlatda ajoyib hurmat bilan qarshi oldi. Nima desanglar, samuray ruhi va ularningki mag'lub bo'lsa, mag'lubiyatni qabul qilolmaydi, balki o'zininki shu samuray ruhi bilan, erkakligi bilan, jasur, boturligi bilan tik turish kerak. Ya o'ladi, ya g'alaba qiladi. Lekin mag'lub bo'ldik biz deydigan taslim bo'lishni qabul qilolmaydi va urushdan keyingi nurg'unlagan oilalarning vayron bo'lishi, 250 ming kishining o'lishi, shundaqla atom bombasi tashlangan, urush bo'lgan bu zimindagi aslida Yaponiyaning tuproqi intayin kichik bir tuproq. Bu yerdagi ochlik yetishmaslik, iqtisodiy krizis, nurg'un masalalar kishilar yuzlanayotgan bir masala. Bugungi kunda, bugun chislaga 2023-yili 2-oyning 27-kuni. 2-oyning 6-kuni Kahramonmaraşni markaz qilgan 10ga yaqin shaharda yer tavrigandan bugun 21-kuni bo'ldi. Biz bu 21 kun jarayonidagi o yaralarni, o endişelarni, o azaplarni biz de unutib ketganimiz yo'q-ku. Biz de shuni ichida, mendaq sirtdan ko'gich bo'libmiz. Shu yerdagi masalan bir kishilarningki yaralangani, jestini chiqarish jarayonida ma'lum bir ko'rinish ko'zimizga ko'rinib qolgan vaqtida qanchalik hozirgi nurg'unlarimiz esimizga kelib bo'lmadik, o'rnimizdan dasturib bo'lmadik. Endi xiyol qilinglar. Shu atom bombasi tashlanib vayron bo'lgan bir
Yaponiya dövlətidəki kimlərinin uyda əskerlik ketkenler yok, ölgen. Kimnin ayolları ölgen, anısı, dadısı ölgen, aileler parçalangan, iqtisadi krizis, açlık yetişmeydi, işsizlik, pulsuzluk, acayip. Muşu halatdan qandaq qutulgan. Birinci bu, muşu samuraylarga nim qılınğan, samuray royu eksettirilgen asası kanuni Yapon milli royiyeti ve milli ananesi eksettirilgen asası kanunu özgertirdiken. Bunun bek təfsilatını inşallah ben texim izlenip keyinçi yeni bir ortaklaşaman. Bugün bir nim alğan ücretli filmdeki nəslərini sizlərə yetkizib ötümən. İnşallah doğurdu. Ondan keyin iqtisadi qurilishga alayda ahamiyat berdi. Çünkü şuna bir gap barçı, naydi isil bir şiir, ya isil bir sanat eseri bolsun, qo'sqa içip, müştaq bir piyal su içip asam, azraq bir jinim yevasam deydiği adamını aldık kilip, dağınlıq şairini aldık kilip, isil şiirlerini oku basımı kulak anlamaydı. Çünkü aval qo'saq to'yish kerak. Ay şu mənəviyyətdəki ya şiirini, ya güzellikni, ya bir nəsni köygürək bir nəs buluş kerak. Şuna əməməsmi? Yani aval insanların qo'sqa to'yishi, işsizlik meselesi oluşu, iqtisadi qurilishni ciddi türde küçeytiş gerek. Onun deyinkinci, iqtisadi qurilish uchun bir türküm yeni işler, zavutlar qurilish gerek, kişiler işleş gerek, ümidvarlık bilan bunu buluş gerek ve kişilerin ruhi jihati qurilishi mu bununla mas qadamda elip menish gerek. Bunun üçün qandaq qilgan degan vaqtida umumyüzlük Yapon milliyetçiligini ve Yaponlarning şalliq ro'yini, milliy urf-odatlarini mushuni qildigan, ularni bir xil o'zining vatanidan, o'zining yaponligidan faxrlantiradigan bu xil adabiyot san'at asarlari, har xil filmlar maydonga kelgan va ro'yat qurilishini maxsus bu orqali elib borgan. Endi biz mushuncha bular nimalarni deyishimiz, misollarni deyishimiz, mushularni qilishimiz hammasi oxiriga kelib bulardan qanday o'rnak kelib biz nima ishlarni qila olamiz? O'zimizga bir qarashdan iborat. İqtisadi erkinlik barlıq erkinliklərinin asası deydi bir dağlıq cəmiyyətşünas Taylarsu. Bu yerdə mən sizlərə bir kitabını tavsiyə qılaman. Mən oxuyatqan bir kitabdır. Zulfiqar Barat Özbaş tüzgən Cəmiyyətşünaslar nim deydi degan kitab. Bu kitab sal yuqori saviyadagi nazariylik asas qilingan bir kitab. Bu kitab biz o'xshash bir masalaga o'xshamagan tarafdan qarashni o'rganamiz. O'xshamagan tarafdan qarashni o'rganamiz. Ma kitobni tavsiya qilay, Cəmiyyətşünaslar nim deydi degan kitob. Barliq erkinlik iqtisodiy erkinlikdan boshlandi deydi. Masalan deyli, quldorlik jamiyat, feodallik jamiyat, kapitalist, u bu deb biz kichik vaqtlarimizda bulan tillab sotsializmni maqtab o'tatdiqamdi. Endi u gaplarni unutib ketib turaylik. Masalan, biz bir yerde işleyimiz. Biz bu yerge 8 saatimizni, şu 8 saatlik vaktimiz, zihnimiz, aklımızı şu yerge birimiz ve bunun ki bedeligi neme erişimiz, maaşka erişimiz. Bizim bu yerde 8 saat erkelikimiz halısam, işleyme, bumuz kayıt dep koyma diyelimdik ya. Biz bu yerde şu iqtisat bilen 8 saatlik erkelikimizni her iki taraf öz halıgan asasda tegişimiz. Eğer erkinlik berirtay bo'ldi ishkanman desa biz ko'nglimiz yerim bo'ladi ya. Qanday qilib men bu 8 soat erkinlikimni o'zimning vaqtimni setib iqtisodga olaman deymizmi? Shuningga o'xshash ish. Ya'ni iqtisodiy qurilish albatta bu hargiz moddiyatchilik emas. Hayda hargiz mo'yliqqa nima emas, pulga dumchishganlik emas. Biz iqtisod haqidagi xato ko'z qarashlarni tutishimiz kerak. Masalan, bizningki latifalarimizda ve yakımız Uygur xalq çöçeklerinde nimeler var dedi sana? Boylar ait eski insanların hakkını yevalıdı. Döt, kallısı işlemediğilik. Jüm sayısını satkan bayını xiyalıq beqinlar. Bu bayının hiç kallısı işlemediği akıllık mesela mayılık. Yalan töş koçede jüriydiğen ravapçılar, dapçılar ve efendim qatarlıqlar ait akıllık. Bu açgöz bayını şunda xılam qana qıldı. Sen akıllık olsan tapar şu pulunu. Şuna mı? Mesela muşum minimo baylağı nispeten umumyüzlük naydi bular eski xalqning haqqini yeydi mandaq. Nomratlarga nispeten şu bular oq ko'ngil, yiliqi oxiratda pilsiratdan mushtaq o'tib ketadigan va ustida judib olgan nimasi yo'q. Mushu qarash orqali o'zini qanday qildi? Teskin topqizdi.
Ve muşu paranlarni qilishgan vaqtimizda bir saylan degandichu. Baylarning o'zining ishi va aldirash. Ularning o'tirib cho'chak yozgan vaqti yo'q. Bu cho'chaklarning ishi yo'q, osmon qarab turadigan shu namratlar to'qib chiqadi degandichu. Ben kulib ketgandim. Nemisi ma'lum jihat asosi bor. Ya'ni bu deganlik halol rizqimiz bilan topsaq va topganlarimizni to'g'ri yo'lda ishlatalsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Mesela aynı çağda sahabelerning hayotida qarab baqaylik. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu o'zining boyliqlarini sarf qilganlarini ve muşu İslam'ınki ve bizninki bugünkü nurg'unlagan yana şu zamandan bugünkü kunga kelgan araliqdagi nihoyatda esil boylarni, o'zining boyligini xalqqa muşu e'tiqodi yo'lida ikkili dunyolik sarf qilgan nurg'unlagan kishilarni biz shuni bilimizmi? Demek iqtisodga to'g'ri shakldan qarash kerak. Cho'qim boylarni yoki boyliqni eski deb qarab, nomratlik va pulsizlikni yaxshi deb qarash bizni texmo nimaga mahkum qiladi. Pul degan qo'lning kiri deb qo'yib, o'zi hayotning kiriga aylanib ketib qolsa, bo'lmaydi. Iqtisodiy qurilish kuchiyish kerak. Hammadan o'zining qilayotgan ish ovqatlarini axloqliq va butun nimasi bilan qilish kerak. Ya'ni bu yerda shunday bir go'zal bir gap menga yaraydi. Sen qilgan ish sana bergan pulning emas, sening axloq fazilating va iqtidoringning namoyandasi bo'lsin. Sen bana azroq pul verganki shunga loyiq mandaroq qilib qo'yma, jiqroq bersan o'ptaroq qilma shaklda emas. Albatta u ishga ketadigan maliyatlar bo'ladi. Maliyat chiqib ketadigan shu jiqroq bo'ldi, to'g'ri? Masalan, bir yog'ochchilik deyli, masalan, bir o'rindiq yasadi, bir azroq pul verdi, manda qilib sunib ketadigan yasab qo'ydi, jiqroq pul verdi, o'pdan yasadi deyli. Mushta avval bo'lgan vaqtda nima deymiz? Biz o'zimizga yarashganni va o'zimizning axloqimiz, iqtidorimiz aks etgan shaklda qilishimiz kerak ishlarni. Eng yaxshi shaklda. Ondan ki ma'naviy jihatga keladigan bo'lsak, bizningki qila oladigan ishlarimiz birinchisi vatanni suyish va so'ydirish. Bu ilqidek mush vatanning bir ketgan bo'lsak, yoki menda bo'lsak deb quruq xiyol qilib qo'yish deganlik emas. Amaliy harakat qilish deganlik. Bu amaliy harakat qilish qanday bo'ladi? Nurg'unlagan tushkunliklar ichida, nurg'unlagan egizbachchiliklar, nurg'unlagan bizni har kun muşu keynimizde muşunda xilqi tatip durduğun nurg'unlagan ko'ngilsizliklar bor. Shu narsalardan qo'limizni silkib o'tib ketib, dasturib tirishish. Birinchi qilgan ishimiz barliq yog'li qapoqlarni cho'rib tashlab, go'zal tajlarda boshni ko'tirish. Bu yog'li qapoq qanday bo'ldi? Masalan, mush Uyg'ur degan zot, voy bu Uyg'ur deganning mushu deganda gap boshlaydiganlar bo'ldi. Şu vaqtning o'zida mayli siz bo'ling, mayli siz turayotgan so'rinda bo'lsin, Uyg'urlarni qaysi xil shaklda to'g'ri bo'lsa-mu, bundaq tanqid qilishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Shu xatolik bo'lgan avvalosimi? Yo'q. Uni demaymiz. Bu deganlik o'zimiz quloqni ching etib bilib, hech nimani bilmas yo'q kirib olamdi, undaq emas. Bizning atrofimizda bolalarimiz bor, bizning yoshlarimiz bor. Vatandan 6-7-8 yosh vaqtida chiqqan bolalarimiz 14-15 yoshga kirdi. Balog'at davriga qadam qo'ydi. Ular o'zining tavallik tuyg'usini tepishga ehtiyoji bor bir vaqtda ota-onasining og'zidan kechkichim bu Uyg'ur degan zot voy oshtaqga, mashtaqga, oyndaqda va vatandim shumishda o'g'ashmishda kunga qilib alay-balay degandek gapini his qanday bo'ladi? Sen suyanmagan bu millatni 6-7 yosh vaqtida chiqib bugungi kunda bu yerda mecburi ana tilib uni buni qilib yapay, ya'ni sun'iy shaklda Uyg'ur qilish tirishib unda tirishsaq, u Uyg'ur bo'lamdi, u suyamdi. U bolalar siz bizdek vatanning u tuproqlarida u go'zalliklari, u bolaliklari nurg'un narsalarni yashamadiki. Shunga bolalar uchun ve ig'zimizning kunab qolmaslik uchun va shunda deydi, bolam og'zingdan sachi ketmasin deydi cho'nglar. Sachi ketmasin bolam. Gaplarni go'zal qilinglar. Chunki hech kim birimizda farishta bor. Har gapimizga amin deb turdi bolam deb. Tilsak nima bo'lmoqchi? Ha? Ishel olamdi? Yo'q. Unda bo'lsa, har vaqt Uyg'urlar manda xalqdi. Uyg'urlar tamoqdan burun qo'lni yuvib qo'liq suv berdi. Tamoqdan keyin duo qildi. Uyg'urlar mundaq nima qilsa yo'l berdi. Ha bo'pti o'tib asli deydi. Ochiq gap qolsa o'zini bosdi. Gap to'shimaydi. Ya'ni ma'qul shaklda. Uyg'ur biz kichik vaqtlarimizda qilgan bo'lsak to'ylar,
Bugünkidek yaşamatlik dasturxon yo'q. Shu boz kompyuter bilan gazir. Andiki mempislar bo'ldi. Yo'g'on mandaq talangi deymiz qo'y, cho'ng taxsilar. Shu taxsida masalan, mosh cho'p, u bu deb qiysa, hammadan shu qo'rdoq bilan masalan bir to'yda pola. Atiq polalını qanday qildi? Ila qamaknanning ustiga qo'ydi, nemisi yetmaydi. Hozirgi 50-60 chinqach so'lam dadamning bo'lmaydi. Bir kim bir uyda to'y qildi degan bo'lsa, hamma uydan chinqachlar uyga kirdi, dasturxonlar uyga kirdi, ko'plar uyga kirdi, xotinlar uyga kirib degan biz mana mushularni qilishimiz kerak ya. Tushuntirishimiz kerak. Ya'ni Uyg'ur degan andoq, Uyg'ur degan manda deydigan gapni deyishni qat'iy to'xtatish va butun deydigan ish bo'lsa, go'zal taraflarini deyish kerak. İkincisi, edebiyat sanatda milliy iftiharlik ve şanlık tarix aks ettirilgan asarlarning ijod qilinishi. Masalan, ana til xizmati va kitobxonchilik bu nurg'un gaplarni dedik. O'tgan kundagi bizningki kitobchi suhbatimizda shuna bir narsani deyishdik-ku. Kitobxonlarning taqilishi kitob bozorining ostilishidan derak berdi. Kitob bozorining ostilishi degan gap kitap sitilishi aslaydı degan gap. Kitap sitilishi aslaydı degan gap kitapdan pul topqilinmaydi degan gap. Kitapdan pul topqilinmaydi degan gap kitap yezibmi pul topqilinmaydi degan gap. Unda olsa, bunda elaqay kiyimi to'q, qo'sqi to'q kiyimi butun holatdagilarga o'tirib ishivala yoza. Bo'lmay qolib qolsa shunda iqtidor va yoza oladigan nurg'un. Masalan, biz yoshdagi yoza oladigan kishilar shu uy, bola, ijara, u bu deb o'tib kelsak yozolmaymiz. Yoki masalan bir tal asarga bir kitob qalam haqqi beramdi bir kim bermaydi. Shuning bilan qanday bo'ldi asarda ijod bo'lmaydi. Xo'sh. Biz obdan beqib bolalarimizni nochi qilib qo'ydik. Ular masalan bir advokat, bir mundaq bo'ldi, isil uylari va xotirjam yaxshi yashadi. Ular ijod qilamdi bu tarixni. Ya'ni yozamdi demakchi. Ular qilamdi bu adabiyotni qilmaydi. Demak, kitobxonning taqilishi degan gap bu kitobxonning taqilishi degan gap emas. Uning nim qilingan kitoblarning yozilishi, yozadigan kishilarningki jiq narsalarga berib taqildi. Shunga bu vaqtda maxsus mushundoq komitetlar qurilishi, bunga maxsus mablag'lar ajratilishi, qalam haqqi berilishi, kitoblarningki setilish mushjat xizmatlar bir yilqa zanjirsimon shaklda obdan ilib berilishi kerak. Bunu mümkün tertip koyuş gerek. Üçüncüsü, her bir kişi, her bir Uygur özünün Uygurluk vazifesi ve burcunu yazışı ve ada kılış gerek. Cık nesle pululan okşadı da hazır. Kitap ilişmiş o, kitap yazışmış o, cık nesle. Terişben meyle ne mi kesip koyatkan bulaylı? Navaylık koyatkan bolsak, navaylık no çıkılaylı. Satraşlık koyatkan bolsak, no çıkılaylı. Özümüz toyğudakla pul deyip qanaat qıldıgan emas. Ya bo'lmasa chiqroq topsam bizni ishki qilib, ishkini to'yt qilib, ummatni ko'paytirib, mushuni baxsamni bo'ldi emas. Jih deb millat uchun, vatan uchun mushunda qilgan nurg'un xizmatlar va nima qila olayman deganni o'ylash kerak. To'rtinchisi, kuchli kishilardan bo'lish uchun to'xtamay tirishish kerak. To'xtamay. Bu kuchlilik iqtisod jihatdagi, e'tiqod jihatdagi, ma'naviy jihatdagi, ruhiy jihatdagi aloqa iqtidor jihatdagi nurg'un jihat kuchlilik bo'lish kerak. Hech kimningki ko'zninki bir kinovatga ko'z yoshiga ishonmaydi deb, Moskva ko'z yoshiga ishonmaydi deb bir kinovatga dunyo bizning ko'z yoshimizga ishonmaydi. Qaramaydi, kari yo'q. Yig'lab baqmadikmi biz? Odamlar o'lyapmatdi. Bo'lmayotdi ishlar. Tillab qo'ysak nima bo'ldi? Dunyoda bir narsa yo'q. Gelibosni oldimizga elib bu masalanga Manımında aldım gelip man tillayma. Konkret bir narsa ma'lum. Aqmaydi, hech nima aqmaydi. O'zimiz bir ish qilishimiz kerak. Uningdagi axloq va bilim qurilishini to'xtamay kengaytirish va kuchlanishga muhim qurolga aylantirish kerak. Ko'rinishdagi axloqliklar emas bu. Haq ko'rib qolsa, ma odam ko'rib qolsa, u bu emas. Va yana qandoqdir, bu yerda kiyim-kechak orqali musulmon bo'lish emas. Bu muhim. Ama ishni ichidagi haqiqiy mazmun ham muhim. Bu yerda axloq qurilishi mayli yolg'iz diniy yo'l bilan emas, adabiyot, san'at, film, nurg'un narsalar orqali elib berilishi kerak bu. Mana yerda bir qisqalan bir film bor, ma'ni anglayli. Bir avlod o'qimaganlikning bir avlod kirishib
İşlemegenlikning, xizmat qilmaganlikning dardini 7 avlod tortidi. To'xtab turanglar. Men hozir mani nima dilam qo'yay? Aniq qo'ya olmay ketdi. Mani qo'yib qolib bilan paylaşay. Bir avlod Evet. o'qimaganlikning To'xtab turanglar, men bilmayapman. Tepib o'rtoqlashay. Hozir ekranda nima ko'rinayotganini o'zim toza bilmaylikchu. bir avlod o'qimaganlikning, bir avlod kirishib ishlamaganlikning, xizmat qilmaganlikning dardini 7 avlod tortidi. Bu Uyg'urning tarixida, bizning tariximizda qayta isbotlandi. Hozir ko'ryapmiz. Ajdodlarimizning sal qaragan barliq naslari bizda ifodalanmoqda. Xuddi shunga o'xshash biz bugungi davrdagi yosh qiyramimiz bar kuchimiz bilan qattiq tirishib o'zimizni asli keltirmasak, mayli iqtisodda, mayli ma'rifda, mayli kichik jamiyatlarni qurishda o'zimiz ro'yxatga yerlarni gullantirishda bo'lsin. Keyingi avlodlarimizning holi bek chataq. Keyingi 7 avlodninki texmo sarson vayron bo'lmasligi uchun qattiq ishlashimiz kerak. Men bir kunda 14 soat, 16 soat ishlayman. Ama bunun davamlı uzun bo'ldi. Bu belki pul tepish uchun emas. Shaxsiyatdan boshqa arzu qilgan o'rtaq milliy yukselishning yoki gullanishning bir natijasi mevasini ko'rish uchun men bek tirishim deb o'ylayman o'zimni. Ham atrofimda o'zim ko'rayotgan barliq do'stlarim, qarindoshlarimga doim deydiganim bizga vaqtdan, zamondan ortiq qimmatli bir narsa yo'q. Vaqtimiz ketdi, hayotimiz ketdi. Eng qimmatli narsamiz vaqt, zaman, hayot. Yani hayatımız biz için en qimmatli. Hayat bo'lsa vaqtdan, soatdan, kundan, haftadan, oydan tashkil topadi. Bu narsa tugidimi, biz hamma narsadan ayrilgan bo'lamiz. Doim deydiganim, bar kuchimiz bilan tirishish, bar kuchimiz bilan emgak qilish, bar kuchimiz bilan o'g'inish. Xuddi pat arada bizning tirishchanligimiz bek cho'ng natija berdigandek. Va yoki agar qattiq ishlamasak, qattiq tirishchanligimiz, qattiq o'rganmasak, pat arada vayron bo'lib, gumron bo'lib yiqildigandek. Belki nurg'un tirishchanliklarimizning hammasi natija bermasligi mumkin. Bir avlod o'qimaganlik, nurg'un iqtidor turib, salomat turib, o'zining vaqtini tayinish bilan, yo'linish bilan va yoki emgak qilmasdan o'tkazyotdi. Bu bek ichinishliq. Bizning kelgusidagi bek ulug'vor mustaqillik g'oyalarimiz hammasi avval o'zimizning hayotimizdagi, shaxsiyatimizdagi mustaqillikdan boshlandi. Hayotimizda, o'zimizning shaxsiyatimizda o'zimiz mustaqil bo'lolmasak, o'zimizning oddiy xususiy masalalarni, oilaviy masalalarni hal qilolmasak, boshqa katta g'oyaviy masalalarni hal qilolmaymiz. Oldi bilan insonning o'zining shaxsiy mustaqilligi bo'lsa, o shaxsiy mustaqilligiga asosan biz o odamning bir jamiyatga va bir millatga, bir xalqning mustaqilligiga to'p qo'shadigan cho'qim ishimiz. Valanki bizning ko'rayotgan millatimiz unday emas. Biz doim o'zimizga qo'yadigan savolimizda, men ilgari degan doim degan ikki savolim deb bir video ishlagan, shunda bir degandim. En zor tirishchanligimiz mushumi. O'zimiz uchun va boshqalar uchun. Qo'limizdan keladigan eng zo'r iqtidor mushumi. Agar qo'limizdan keladigan eng zo'r tirishchanlikni va qo'limizdan keladigan eng zo'r iqtidorni reallikka oshirsak, balkim biz nurg'un o'zgartishlarni yapib olishimiz mumkin. Men shuning ishonman, chet elda yashayotgan Uyg'urlar o'zidagi yoshirin iqtidorning 10%ni ishiltib baxmadi.
Meyli ular yeni hayat kuruşta olsun, aile kuruşta olsun, pul tepişte olsun, bilim egelleşte, özünü şahsiyet tıklaşta olsun veya ki milletin hizmetini ve vatanın hizmetini kılıştı olsun. Bu cihette 10% yoşurun gücünü, talantını cari kıldırıp bakmadı. Ve şundakla chet eldeki Uygurlar özünün tirişçanlığının 10%'ini kılıp bakmadı. Koldan kıldığın iktidarda yani 90% iktidar var. Tirişçanlık kılmen desem, yani 90% tirişçanlıkta boşluk var. Eğer biz kolumuzu kıldığın tirişçanlığımızdan yine 50%'ini kılsak ve kolumuzu kıldığın vaktin yine 50%'ini köprek tirişçanlık kılgan bolsak, emgek kılsak, biz de zor özgürlük payda kılalayız. Ben bunun işinime. Suyumlik azizlar, kirishimiz kerak. Bugungi bu suhbatlarimizda bir tarix darsi, madaniyat darsi, nurg'un narsa o'rgandek bo'lib ketdi balkim. Bularni deyish orqali nima demoqchi? Qahramonlar va mush jamiyatning tarixini o'zgartirayotgan, yezayotganlar yo'g'on bir kollektiv shaklda bilamas. Bir qahramon chiqadi, uning kuchiga kuch qatadigan bir turkum kishilar bo'ladi va dostonlar, tarixlar mushtaq yezilib, mushtaq taqdirlar o'zgaradi. Shuningga deydiganim, biz tirishishimiz kerak. Nimalarni qila olamiz degan vaqtida boyaqa deganimizdan hammasi biz qila oladigan ishlar. Hatto nurg'unlarimiz o'zimizning nimalarni qila oladiganligimizda qanchalik talantimiz borligini bilmasligimiz mumkin. Shuni zo'rlab beqish kerak. Masalan, biz mushu kiyani ishida hozirgacha 400 dan ortiq qarindoshlar bir guruh holatda bir-birimizning qo'lini tutamiz, bir-birimizga yordamda bo'lamiz. Ba'zilari xato tushundi, ba'zilari azor berdi, ba'zilari har xil shaklda, ya'ni o'shdan mangimiz, ammo biz bu jarayonda bir kollektiv ichida qanday yordamlashamiz, qanday cho'ng bir dunyoviy mushu davrning taraqqiyot qadamiga masolatda dunyoviy bir ishni qanday qilamiz, nurg'un narsalarni o'rganyapmiz. Masalan, oldin qitimqi bizningki Antaliyada elib berilgan çoğun konvensiyon, yani liderler uçuruş yığınıda bir dünyavi yığınınki qandaq bolduğanlığını. O şu bir şirket uğurlaştırgan näsde qandaq bolduğunu kördük. Her xil tillarda çıkıp sözlendi dağınlıq kişiler. Biz kulakka taqap oturup, yani şu Türkçe xalısaq, Türkçe, İngilizce xalısaq, İngilizce qana qıldık, anlap otladık. Biz o yerdeki o seviyeni ve nurgulgan kişilerin hemisinden bizge oxşaş adli kişiler ekanligini kördük. Fakat xiyalni, nayt çoğun qilish ve özününki iqtidarını en yuqori seviyede ilaqi şu mayni quloqcha dassash deydi o mashina degan vaqtida. Ashunda qildiqmi yo'qmi buni qarash kerak. Ondan keyin ishlarni to'g'ri qilish muhim. To'g'ri qilish uchun bir ustozning, bir yetakchining, bir boshlamchiga ehtiyojimiz bor. Qanchalik qo'limizdan kelsa shunchalik tirishdik bilamandik. Masalan, mushu haftaning oxirida yana Antaliyada yana bir qitimliq liderlar uchrashishi bor. Ben bu uçuruşqa o kadar nima qildim. Ya'ni nimaga desanglar, mushu yatarish apti bo'lgandan keyinki bu bir ishga yapti jarayondagi shirkatninki qolgan yordamlari, to'xtamay ilib berayotgan psixikalik yordamlar, darslar, qanday qilib mushu afat vaqtida qanday qilib mushu jarayon kammi narsalar, yana bir cho'ng dunyoviy ishlarni qanday qilinganligini bizga o'rgatdi. Mana shunday bir ishdan keyinki bir kamp qanday ilib berildi. Bizdek to'xtamay qazoga, to'xtamay ofatga, to'xtamay ko'ngilsizlik uchrab turadigan bu kishilar, buningdan chiqsak, buningga o'tdan chiqib, suvdan chiqib o'tqim shunday yurimiz. Hech o'zimizni o'ngshab bo'lolmadimiz. Buning bir-birining foydasi bormi? Yo'q. Bunda xilqi nima qilib turgandan keyin bizningki taraqqiyotimizga nisbatan foydasi yo'q. Qanday qiyinchilik qo'lishdan qat'iy nazar bir ishimizga şu işimizga ching oda qilib deymizgo, markazlashib shu ishimizni qilsak, ko'nglimiz yerim bo'lgandimi? Masalan, hozir bir narsa oxirdagi bir video shuni ko'rib o'taylik, undan keyin tugaydi. Qani u? Ha. Ekran. Ha. Atanız uğraşıyordu. Bu bala aşı sızık sızışı bilen. Kaçsıgam şu sızıkını sızıyordu. Hafta balık vardı. Pamukını yemey, nimi qıvatsa qo'shiqni kechgacha o'ynab.
Yazılgan xat sen bir məğlubiyyətçi degan. Qulaq gəlgan. Dostlar məğlubiyyətçi səndəydi. Uygulası atançısı uçtu da. Özülen tanışlar tarafından bozak kılınış uçuraydı, urudu. Ya da o galvaldan çıkıp konuşmaydı. Yani git özüne işine. Apsızdan dadısı açırıştı. Ahırı qana qıldı. Bana mektub qo'yamsa degan xat keldi. Bunun atrofida bu bolaga nisbatan bir yaxshi nim bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan, ha bo'pti deydigan yoki bo'lmay qolsa madad beradigan bir narsa bormidi? Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Lekin butun diqqatini nimaga berdi degan vaqtida o'zining qilayotgan ishiga, atrofdagilar sen mag'lub bo'lsa qilolmaysa deydi. Onunla hiçbir sırtqı cəhətdən motivasyon dep qoyduğu küçük oğudaki heç nəsi yox. Bəlkə özünün içidəki aşı ilham bilan axır muvaffəqiyyət qazandı və başqalar mənim yutub qoyğan degan xətni yazdı. Demək ki, oğlum hayatımızda bizden meyli neymiş qılaylı? İşte bir işini başlayan vaxtımızda bir qiyinçiliklar buludu. Hər xil şəkildə. Amma ən mühimi bu qiyinçilik əsla özümüz bulmuşsaq. Özümüz aldığımızdaki şu qiyinçilik, şu tosalğı bulmuşsaq. Ve özümüz yep tügetmesek lan hiç neyse. Sırttan sizge kilovatkan ay anda kılan manda kılan o bu diyen neyse. Ya anı kılan manı kılan diyen neyse buyruk ve sizge bulduğun bir bisim buluş mümkün. Ama eğer o içinizden çıkan vaxtda ve siz özünüzün içige şu buyruklarını berip asla çünkü könüllülüğü çık onda nimelerni insanın ki yapısı dep koymuşlar. Tabii yaratılışıda toxtamay yeniliklar, mesela şu bugünkü gündeki telefon onun bunun xumavıb qalışlar üçün insanın təbiətdəki yenilikqa, şu nəsləgi toxtamay almışış, özgürüş, şu nəsləgi boğan intilişdən şəkilləndi. Lakin bizning muvaffəqiyyət yolumuz hərgiz toxtamay özgərtiş, intiliş, yenilik o bu emas. Bir oxşaş işini tekrar izchil elib beriş arqalıq andikin şu işte ustağa aylanıb muvaffəqiyyət qazanış. Əsli işniki, muvaffəqiyyətniki siri muşunun deyatıdı. Ahir deydiğim, biz nurgun işlerini kılalayımız. Birincisi özümüzü fakat sel qaramay, qilayotgan işimiz nemi? Mening arzuyum nemi? Men nemish qilalayman? Her birimiz özümüz qilayotgan işimizga bütün gücümüz bilan diqqatimizni markazlashtirib, shu ishimizni obdan qilsak, nurgun ishlarni qilalaymiz. Bek tirishishimiz kerak. Fakat jiq narsalarni o'ylab ketamisak, u ilqi mandaq vatan millat, u bu deydigan o'ylab ketamizakmi? Özümüz, ballarımız, ailemiz, ata-onamiz. Ve bu yerde biz nemish qilamiz? Nima uchun bu yerda biz? Bizga berilgan har bir kunda bir hikmat bor. Bizga berilgan har bir nisibida, aqlimizda, ko'zimizda, mushu gap qilayotgan tilimizda, hamma nimada bir hikmat bor. Bu hikmatni cho'qim yeriga, joyiga ishlatish qilish kerak. Tirishaylik birlikda. Bugun deydiganlarim mushunchalik.
Köpçülük